Aleyküm. Mana bugun biz Xorazmlik Toshkentda yashab o'tirgan ismingiz Qur'onjonni uchratib qoldik Makka Madinada. Nimada? Madinada. Xudo xolasa mana bu do'stimiz taassurotlar haqida gapiradi, Madina haqida. Xursandchiligi gaplab bering qani? Alhamdulillah, taassurotlarim juda katta. Madinaga birinchi marotaba kelishim juda zo'r. Namozlarni shu yerda o'qiyapmiz, adoqyapmiz. Allohga shukr, bizni ham shukrlari yetirdi. Bizni o'g'limiz bizga shuni Allohning uyini surpriz qildilar. Shu yerda yana hamma xalq uchun, O'zbekiston uchun duodamiz. Taassurotlarimni hayajon bo'lyapti, ayta olmayapman. Siz yuborgan firmadan minnatdormisiz? Ha, biz mandarin firmasidan geldik. Ben minnatdorman. Yashash sharoitlari nechta ekan? Sharoitlar zo'r. Shundog'ina masjidning yoniginasiga 10 adımda keldik. Rahmat e'tiboringiz uchun. So'zingiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling. Umra hajlari o'tirib, katta hajlar ham gamak nasib etgan. Hammani